Kechagi video chiqmadi deb ko'pchilik so'ragan ekan. Kechagi qalay bo'ldi? Kechagi zo'r bo'ldi, chunki men kutgan jang Doston Bozorov jangi edi. Doston Bozorov yutdi, tabriklayman Abdushi. Kim kecha stavkalarda pul yutkazgan bo'lsa, sizlarga ikkita yaxshilik qilaman. Birinchisi Telegram kanalimda unutma qolsanman, sizlarni qo'shig'ini tashlab qo'yaman. Haligi qalbingizlarda tub-tubida mungli ovozda yig'lab bolishga o'zinglar dimlab ko'zinglarda nimta yosh bilan yig'lab yotgandan foyda yo'q. Ash qo'shuvda 300 marta eshitsanglar, har holda sachinglarga yog' tushib ketmaydi. Ikkinchi qiladigan yaxshiligim, bitta narsa tushuntiraman. Svezikalarga qaranglar. Maytda ikkita odam o'yin o'ynab o'tirsa, bitta men ko'rsam, bitta men pul tikishim mumkin. Qancha ko'p odamni chaqirsam, shuncha ko'p odam pul tikadi. Bu degani tushunishinglar kerak bo'lgan narsa. Nerealniy hype, katta prosmotrlar, nerealniy pullarni stavkaga kirishi degani. Tim bo'li bo'ydan oldin haligi propaganda, senga uy beraman, senga mashina beraman degan propaganda ochiqchasiga stavkaga bo'lgandan keyin tushunish kerak edi. Rast tushunmagan bo'lsanglar, endi buni buyog'iga alibeyni boshdan o'qiysizlarmi yo karra jadvalini bir qaytarib berasizlarmi bilmayman, to'g'ri.